Kichik bolalarni aldab chetilib ketib qolgan, kichik bolalarningki ma'lum a'zolarini chiqarib olgan videolarni, taratqularni, xabarlarni aytijaq ko'ryapman. Shaxsan 2 kunning oldida yana shunday bir kichik bolaning börigini chiqarib olgandan keyin qarnoqligiga ko'mib qo'ygan. Mayli sen qaysisi bo'l, mushu videoni ko'rishni umid qilaman. Ey insan, senin farzandin yok mu? Senin enisinin yok mu? Şu ata-onalarniki zarg'a chidab, şu narsalarga qo'l silishga qandoq ishchan uni de. Xalqning nafratidan qo'rqmaysan. Bu jahon o'tni olam. Bu qonun beshiga kelgan kun mozaynigim keldi. Lekin yana da şu azaplarni tatib qilishingni xohlamayman. Yani şu aytadiganimiz, ata-onalarimiz kichik bolalarga yaxshi qaraydi. Narsalarimiz endi ko'zini yashlamasa. Milletimizning şu umidlari tek chechakilmayla ko'l bo'lib, ko'k to'zib ketmasin.